Men Xudoyberganov G'anisher Ro'zimamatovich Toshkent Gumanitar fanlar universiteti pedagogika va tillar kafedrasida katta o'qituvchi lavozimida ishlayman. Men mehnat faoliyatim davomida talabalarga ingliz tilidan va adabiyotshunoslikka kirish fanlaridan dars mashg'ulotlarini olib boraman. Dastavval ingliz tili haqida gapiradigan bo'lsam, ingliz tilini o'rgatishda talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asosan 4 ta qobiliyatga qarab dars jarayonlari olib boriladi. Birinchisi o'qib tushunish, ikkinchisi tinglab tushunish, uchinchisi yozish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda to'rtinchisi gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish. Biz agar talabalarga yozish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha mashg'ulot olib boradigan bo'lsak, ularga biz asosan dastavval talabalarga yozish uchun kerak bo'ladigan kalit so'zlarni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Ularni o'rgatgandan keyin talabalarga SEF davlat test markazi tomonidan o'tkaziladigan SEFR imtihonlariga tayyorgarlik ko'rish uchun birinchi shartida xat yozish sharti mavjud bo'lib, bunda talabalar rasmiy yoki norasmiy tarzda xatlar yozishlari kerak bo'ladi. Buning uchun kerakli bo'ladigan barcha so'z va iboralarni biz talabalarga o'rgatib boramiz. Bundan tashqari SEFR imtihonida ikkinchi sharti yozish bo'yicha ikkinchi sharti insho yozish bo'ladi. Bunda talabalarimiz 250 tadan kam bo'lmagan so'zdan iborat insholar yozishlari kerak bo'ladi. Bu insho yozishni ham o'zini uslublari hamda usullari bor. Biz talabalarga bularni yaxshilab o'rgatib bormoqdamiz. Dastavval insho yozishda talabalar kirish qismi, undan keyin inshoning asosiy qismlari, birinchi va ikkinchi asosiy qismlari hamda oxirida xulosa qismlari o'rgatiladi. Agar biz talabalarga tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha dars mashg'ulotlari o'tadigan bo'lsak, ularga biz kichikroq bir hikoya yoki mashqlarni qo'yib beramiz va talabalar buni eshitgandan keyin o'zlari eshitganlarining asosiy ma'nolarini tushungan bo'lishlari kerak bo'ladi. Biz shunga tayyorlash uchun talabalarga uyda ko'proq rekord qilish, ya'ni o'zlarini ovozlarini qayta telefonlarida yozib, eshitib orqali o'zlarining eshitish ko'nikmalarini hamda shu bilan birga gapirish ko'nikmalarini rivojlantirib borishlarini o'rgatib boramiz. To'rtinchi qobiliyat turi bu o'qib tushunish qobiliyati turida talabalarga biz ko'proq badiiy xorijiy chet ellik yozuvchi va adiblarning badiiy adabiyotda yozgan asarlarini ko'proq o'qishni topshiramiz. Hamda ular uyda o'qib kelib, butun jamoa bo'lib, dars davomida buni muhokama qilish orqali bularning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantiramiz. Adabiyotshunoslikka kirish fani bo'yicha gapiradigan bo'lsam, bu asosan birinchi kurslarida olib boriladigan fan bo'lib, bu fanda biz o'zbek allomalari, yozuvchi shoirlarning hayoti, ijodi va ularning yozgan asarlari haqidagi turli xil mavzularni o'qib o'rganamiz. Bunda talabalarga mustaqil ta'lim jarayonida bajarishlari uchun ularga vazifa qilib, biron bir adibning hayoti va ijodi hamda uni yozgan asarlari haqidagi o'zlari tomonidan video lavhalar olish topshirig'i beriladi. Bu topshiriqlarni bajarishda talabalarimiz juda ajoyib natijalarga erishmoqda. Men o'ylaymanki, adabiyotshunoslikka kirish fanida yaxshi yutuqlarga erishish uchun talabalarga xuddi shunday topshiriqlarni ko'proq bersak va ular o'z ishlarida ishlab rivojlanishda davom etadilar. Men talabalarga ingliz tilida yoki o'zbek adabiyotshunoslikka kirish fanidan bo'ladimi, beradigan eng birinchi tavsiyam ko'proq adabiyot, badiiy adabiyot o'qishlarini tavsiya qilaman. Bu orqali ularning fikrlash doiralari hamda nutq ko'nikmalari juda yaxshi va samarali rivojlanadi. My advice, my students, dear students, you should try read more literature in Uzbek and English languages. My dears, never give up.